Fayzli kun musiqiy dam olish dasturida davom etamiz azizlar. Bugungi seshanba tongi ham o'ylaymizki farahli va chiroyli lahzalarga boy tarzda boshlandi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, qishning mana shunday soniyalarida sarhisob oyida yutuqlarni qo'lga kiritgan va musiqa va san'at yo'nalishida ham yoshlarimiz borasida ko'plab ko'rik-tanlovlarda g'olib bo'lgan ishtirokchilarimizni bugun studiyamizga yana mehmon sifatida taklif etganmiz. O'zbek Milliy maqom san'ati markazi Qashqadaryo viloyat hududiy bo'limi birinchi toifali sozandasi, madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni sohibi Eldorjon Abdullayev, qolaversa Qarshi ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi o'qituvchisi Azizbek Toliyev ijrochilik mahoratlari, san'at borasida, sozandalik borasida o'zlarining chiroyli chiqishlarini siz bilan bo'lishib borishadi. Qolaversa ustozlarimiz, yosh ijodkorlar o'zlarini qo'shiqlar bilan to'ldirishga ularga ko'mak berishadi. Albatta barchangizga kirib kelayotgan yangi yil yangi va yaxshi yutuqlarni olib kelsin deymiz. Studiyamizga o'tgan yili yangi yilda kelganingizga mana 1 yil o'tib qolibdi. O'sha madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishonini qo'lga kiritib, shu yerda dutor chalib bizga yangi yil bayramimizni bezatishga va chiroyli bir chiqish qilib berishga harakat qilganingiz, mana o'sha kunlarga ham 1 yil o'tdi. Vaqt siz uchun qanday o'tyapti? Bu tezlik xususida o'zingizga qanaqa bir xulosa berasiz? Avvalambor assalomu alaykum. Mana bizani Oynajahon orqali kuzatib turgan Fayzli kun musiqiy dam olish dasturining muxlislariga, barchaga salom deb qolamiz. Har bitta insonni har bitta o'tayotgan boshlangan kuni fayzli bo'lishini tilab qolamiz. Endi siz bergan savolingizga keladigan bo'lsak, albatta vaqt juda tez o'tmoqda. Ulgurib qolyapti, harakat qilgan qilyapti, qolgan qolib ketyapti. O'shaning uchun imkon qadar biz ham qolib ketmasligi uchun nimadir yuqori anaga cho'qqiga chiqishimiz uchun harakatdamiz. Juda yaxshi. Kuyimiz ham papuri kuy. Bu degani qisqa parcha hammasidan jamlanma mix tayyorlangan degani papuri degani. Shuning uchun vaqt haqida gaplashdik. Papuri ham eng zo'r joylardan olingan jamlanma bo'ladi. Keling bitta papuri eshitsak, Eldorjon ijrolarida, dutorda, ana undan so'ng yana suhbatimizni davom ettirsak. Nima deysiz? Mayli, xo'p. Hozir chaladigan asarimiz xalq va bastakor asarlaridan qilingan papuri. Ozgina qilib chalib beramiz.
juda ham chiroyli ijro bo'ldi. San'at qalblarni birlashtiradi deyishgandek, siz ham bizni qalblarimiz torlarini chertib yuboruvchi ajoyib dilbar navoni bizga ijro etib berdingiz. Rahmat aytamiz. Suzingni shar pasitikan da olam bob kuygay Suzingni shar pasitikan da olam bob kuygay dengizlarda yog'lar hatto kekullarda yoraq bob kuygay kullarda yoraq bob kuygay kamondek qoshlaring kipriklaringdan o'q otar doim kamondek qoshlaring kipriklaringdan o'q otar doim sening yoding bilan tinmay hamon zo'yoray tov kuygay hamon zo'yoray tov kuygay sening yoding bilan tinmay hamon zo'yoray tov kuygay hamon zo'yoray tov kuygay yonib ishqingda qalbim kulga aylansa ajab ermas ko'zing osmonga tushganda lovillab oftob kuygay lovillab oftob kuygay olay tavqatni qaydin
laringga hech qarolmayman. Olay tavqatni qaydil ko'zlaringga hech qarolmayman. Tushibdir uch kuning go'yoki yorar kitob kuyay, go'yoki yorar kitob kuyay. Tushibdir uch kuning go'yoki yorar kitob kuyay, go'yoki yorar kitob kuyay. Yashang, rahmat. Kuyning nomi ham rohat xalq kuyidir. Haqiqiy rohat beradigan va yurtdoshlarimiz ham haqiqatan Eldorni mahoratlarini chin ma'noda tuyishyapti, mana yozib yuborishyapti. Maza qilib o'tiribmiz. Fayzli kun ijodkorlari efir zo'r bo'lyapti. Choyni ichib maza qilib eshitadigan kuylar bo'ldi. Katta rahmat debdilar. Abdumannon bobo yozibdilar.
Mana shunday bizni doimiy muxlislarimiz bor. O'zlarining fikr va mulohazalarini bildirib turishadi. Eldorjon, keling endi shu xususda yana bir yangiliklarga qaytsak, albatta yangi yilda inson bir chiroyli orzu niyatlarini ko'ngliga tugadi. Bu yil nimalarga ulgurdim va albatta endi 2026-yil eshik qoqib kirib kelar ekan. Bu yil qanday rejalarni oldimga maqsad qilib qo'yaman deya sarhisob pallasida o'ziga savol beradi. Keling shu xususda o'zingizning rejalarini eshitsak va Azizbek yangiliklar va yaxshiliklar borasida qilinayotgan rejalar xususida ustoz shogirdlik munosabatlari haqida o'zingiz chiroyli fikrlarni yurtdoshlarimizga ko'rsatuvimiz so'ngida havola qilsangiz marhamat. Avvalambor birinchi o'rinda hozir maqom ansamblida ishlayapmiz. Har kuni har xil yangilik qilamiz. Ustozlarimiz Yodgor Bozorov, Otabek Tursunov bizga bosh bo'lib o'rgatishadi. Har kuni har xil asar, yangi asarlar to'g'risida. Mana hozir yaqinda Toshkent shahriga Oltin fondga arxivga yozishga ketamiz. Bu borasida, ya'ni sariqborlardan, ya'ni Shashmaqomning birinchi guruh shu'balari, ikkinchi guruh shu'balaridan ishlab, sariqborlar, mo'g'ulchalar, talqinlardan ishlab biz hozir tayyorlamoqdamiz. Yangiliklarimiz ko'p. Yangi asarlar ustida ishlayapmiz va yaratilyapti o'sha yerda. Endi aranjirovka deydi, musiqiy saqal berilib ishlayapmiz. Bizani xudo xolasa 2026-yilga rejamizga kiritib qo'yilgan. Tabriklasangiz bo'ladi. Hindiston davlatiga ketyapmiz, xudo xolasa. O'zi O'zbekistonda hamma joyga borib keldingiz menimcha. Albatta. Bir ko'rsam internetda Farg'onadamiz deb kuychalib turasiz, bir Qo'qondamiz deysiz, bir Toshkentdaman deb qo'yasiz va menimcha O'zbekiston safarlari endi xorijga Albatta yo'naltirdi sizni. Hindistonga ketasiz. Hindistonga yanvar oyiga rejalashtirilgan, xudo xolasa, va fevral oyiga Ozarbayjonga rejalarimiz bor. Hammasi xudo xolasa tasdiqlangan, boramiz. Gastrol safariga, shundaymi? Gastrol safariga, xizmat safariga. Hindistonda biza me'moriy obidalarga borib konsert beramiz. Bu yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Demak, Hindistonga borib ham o'sha o'zbek san'atining milliyligini namoyish etib kelasizlar. Albatta. Hindistonga borganmisiz? Hindistonga. Toj Mahalni ko'rganmisiz? Hali hech bir davlatga bormaganman, Otabek aka. Xorijiy davlatlarga demoqchi. Bizani hozirgi ansamblimizni yutuq taraflaridan biri bo'lib kelmoqda. Viloyatda maqom markazlari orasida ko'zga ko'rinib, yaxshigina o'rin egallab olgan bizani Qashqadaryo viloyat maqom ansamblimiz 25-yanvarga deb belgilab turibmiz. Endi ustozlar bilan, rahbariyatlar bilan kelishgan holda Turkiston san'at saroyida, Toshkent shahri Turkiston san'at saroyida Qashqadaryo maqom ansambli konsert beramiz. Albatta qashqadaryolik ustozlarimizni albatta mehmonga chaqiramiz, ko'pchiliklarni ijroga, yordamga, mehmonga chaqiramiz. Ular bilan birgalikda asosan bosim ko'proq o'zimiz ansamblimizdan, o'zimizda ham xushovoz xonandalarimiz, yaxshiroq ijro qiladigan mohir sozandalarimiz bor. Ular bilan birgalikda albatta chiroyli konsert o'tkazamiz degan umiddamiz. Va shaxsiy yangiliklar, o'z ishlaringiz deb aytdingiz. Va hozir maqom ansamblidan tashqari ozgina musiqa maktabida ham ishlaymiz. Koson tumani 26-son bolalar musiqa san'at maktabida ham ishlaymiz. Adashdim, uzr. Ko'kdala tumani. Kelasam K harfidan boshlanyapti. Shunday. Ko'kdala tumani 26-son bolalar musiqa san'at maktabida ishlaymiz. U yerda 5 nafar qiz bola o'quvchilarimiz bor. Barchasi hali birinchi sinf. Birinchi sinf bo'lishiga qaramasdan ularning shug'ullanishi, ya'ni ularni iqtidor, juda iqtidorli. Bitta narsani tushuntirib berasiz, to'g'ri. Bolaga bittadan tushuntirgandan san'at sohasiga yangi kirib kelyapti, tushunmasligi mumkin. 2 marta men qiynalmadim. Men dars o'tib kelyapmiz bolalarga, o'sha qizlarim bilan qiynalmadim. Xudo xolasa ular bilan yangi yutuqlar bilan konkurslar bor oldinda ularni asarlarni o'rgatib, konkurslarga qatnashtirib, xudo xolasa mana shu sizlarning fayzli kun musiqiy dam olish dasturlaringizga ularni olib kelaman, barchasini.
Demak, ana shunday ijodlar bilan bandsiz. Sizni tomosha qilib turishibdimi hozir ana shu Albatta, shogirdlaringiz? albatta. Chekka qishloqlarda ham juda ham talantli bolajonlarimiz ko'p. Aynan musiqa maktablarida, madaniyat maktablarida kelib o'qish imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Shusha Ko'kdala tumanida chekka hududlarga borib o'rgatayotganingizni o'zi tahsinga sazovor, chunki maktablardan, o'rta maktablardan mana shunday so'z chalish mahorati bilan shakllangan farzandlar chiqsa, bu keyingi poydevor uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Nilfarxon, o'zbekning eng mashhur kuylaridan chalib bering. Eshitganingiz lazgi deyishgan payti lazgini chalganda o'ynamagan odam yo'q. Shuning uchun hozir Eldorjon yakunda bir lazgi chalib beradi. Dutorda lazgini eshitmagansiz-a? Eshitmaganman. Dutorda ham lazgini chalib beradi. Eldorjon hammasini chaladilar. Lazgini ham chaladilar. Polkani ham chaladilar. Hammasini chaladilar, faqat dutorda chalib beradilar. Ishonmasangiz oxirida isbotlab beramiz. Albatta biz bugun o'sha Eldorjon Abdullayev, Azizbek Toliyev boshchiligida yosh ijrochilarga ozgina bir kayfiyat va ularga ham mana shunday studiyamizda katta asarlar bilan kelishlariga turtki bergan bo'lsak, maqsadimiz tomon odimladik. Yaxshi san'at asarlari ko'ngil uyingizni bezasin deymiz va Fayzi kun musiqiy dam olish dasturi har kuni xonadoningizda mehmon bo'lishdan charchamaydi. Biz esa sizlarni mana shunday faollikka chorlab qolamiz. Uyg'oqlikda qishni ham uyg'oqlik va yaxshi kayfiyat bilan birgalikda davom ettiramiz azizlar. Buguncha esa dasturimizga yakun yasaymiz. Barchangizga sog'lik, salomatlik, tanajoningizga omonlik tilab qolamiz. Xonadoningizdan huzur, halovat aslo tark etmasin deymiz va dasturimizni ajoyib kuy bilan tugatamiz.